Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Tanur Bekri. Undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Lapchuq qadimiy shahri Qumul shahrining 60 kilometr g'arbiy janubiga joylashgan uzoq tarixga ega Yipak yo'li bo'yidagi muhim o'tanlarning biri. Lapchuq qadimiy shahrida hozir qadar epirilgan arxeologik qizish tashurishlarda bayqalgan nurg'ulg'an madaniyat yodikorliklari tarixiy sirlar bizni o'ziga jalb qilmoqda. Undaqda biz bu sirliq zamindagi ajoyib hikmatlar bilan birlikda tanishib baqaylik. Lapchuq uzun tarixga ega qadimiy shaharlarning biri bo'lib, hozirgi Qumul shahrining g'arbiy janubidagi yorliqlar orasiga joylashgan. Altuzoq dehqonchilik maydonidagi Tayzang buloqlaridan hosil bo'lgan cho'ng bir o'stan Lapchuqning o'ttirisidan kesib o'tib, Qarduvi yesiga bordi. Lapchuq xalqi mana mushu o'stanni bo'ylab mahalla bog'larni bino qilib o'ltiraqlashib kelgan. Lapchuq qadimiy shahrida hozirga qadar epirilgan arxeologik qizish tashurishlarda bayqalgan nurg'un madaniy yodikorliklar bizga shu davrdagi kishilarning turmushini va tarixini yoritib berishda muhim ahamiyatga ega. Tarixda bu Lapchuq nəhayət qadimiy bir yurtlarning biri. Lapchuqqa aqıdığan qadimki Qarlıq yo'lining beshidan Tayzangdan boshlasak, toki Qartuvicha bo'lgan shu yo'l yoqasida nurg'un madaniyatkorlik o'rinlari bor. Masalan, qadimki qabrlardan Yanbuloq qadimki qabristonligi, Qizilcho'q qadimki qabristonligi, Lapchuq qadimki shahri, Qartuvi qadimki shahri, Sumqa qadimki shahri, atrofdagi To'qchi qadimki shaharlari shu yerda qadimki 5 shahar to'pini hosil qilgan. Shu Oltizoq qadimki qabristondan chiqqan hamma u Qartuvi Qizilcho'q qadim qarsaqdan chiqqan madaniyatkorliklar ichida nurg'un tosh qurollar, tush qurollar, undan boshqa turmush buyumlari, undan boshqa zinnat buyumlari qatorliq nurg'un shu qadimki gullangan madaniyatga vakillik qiladigan arxeologik materiallar topildi. Lapchuq shahrining janubiy qismi Suy sulolasi zamonida bino qilingan bo'lib, umumiy yer maydoni 20 mo'da keldi. Bu shaharning janubiy qismi Tang sulolasi davrida Ivrug'ul aymog'ining harbiy gazarmasi qilingan. Bu shahardagi aholilar shahar ichida mahallalarni tashkil qilgan bo'lib, terilg'u yerlari asosan shaharning g'arb, sharq va janub taraflarida bo'lgan. Lapchuq shahriniki tuzilishi mundaq. Bu qadimki Qarlıq yo'liniki ikki tarafiga joylashgan, Qarlıq yo'lining o'ttirida joylashgan bo'lib, qoq o'ttirdan kesib o'tgan. Qarlıq yo'lining sharq tarafi, g'arb tarafida yana shaharniki qoldiq sepillari bor. Mana shu sepillar shu. Ammo shu biz ko'rayotgan yer, turayotgan yer shu shahar markazi hisoblanadi. Odatda 6 metrdan 10 metrgacha egizlikda sepillarniki egizligi. Masalan, padişahlar turadigan, beyler turadigan yerlarning sepillari ko'rinishlar o'xshamaydi. Masalan, a taraf shu masalan qadimki shu Lapchuq shu beylarning o'ltirgan ziminlari bo'lsa kerak. Shular bilan fuqarolar rayoniniki nimasi o'xshamaydi. Buni bir qarab bilgili bo'ldi. Ayni vaqtida bu sepillar birsi asos shahar mudofaasining rolini o'ynagan. Qanaqasiga desangiz, bu shaharlarning, shaharning to'rt atrofida hamma yerda turlar bor. Masalan, Mamuch turi deymiz, Jarang-Jurung turi deymiz. Shu turlar hammasi shu shaharniki 4 bulung'ida 4 tur. Ondan keyin bu shaharni qadimda 9 qo'q shahar deb ataydi. 9 yerda qo'q bo'lib, 9 tarafdan kirgili bo'ldi. Masalan, Suqoq deymiz, Ordu qo'q deymiz,
cho'ng qo'q deymiz, kichik qo'q deymiz, shunday qo'qlar bor qadimda. Tarixiy manbalarga asoslanganda milodidan 11 asr ilgarilar Xeshi koridoridagi Liangju, Ganju, Suju atroflarida yashagan yovchilar tomonidan yengilgan o'ysunlar g'arbga ko'chib, Qumul, Guchung, Jimsarlarga o'rinlashib, Qumulni poytaxt qilgan. Ham shu davrda Lapchiqmi o'ysunlarga tava ishgandiq. Tangslas davri kelganda tibetlar kuchayib, shu Qumul atroflarini besib oldi. Tibetlar az deganda 100 yil atrofida Qumulni kontrol qilib turdi. Ya'ni hozirgi Zangzular. Shu araliqda Uyg'ur xonligi bilan Tangslas birlashib Tibetlarni Qumul atrofini qo'g'lab chiqargandan keyin Qumulda oblast ta'sis qildi. Bu Uyg'ur oblast tavasida 3 nayi bor. Birisi shu Naji nayisi deb ataydi, ya'ni Lapchiq nayisi. Shu naya shu Lapchiqda bino ta'sis qilingan. Ondan keyin Tangslasdan keyin Yanslas davrlari va Mingslas davrlari kelganda Lapchiq shahrida yana buddizm hukmronlik yurgizib turib u xalqning turib bu xalqning qo'liga o'tib burunqi shu nayi bo'lish nimasidan qolib qoldi. Ondan keyin shu Chingslas davri kelganda Lapchiq Qumul vаңлыға qaraydigan bir yezi bo'lib qoldi. Ayni yilda Lapchiq qadimiy shahar atrofida hozirgi loplar, ya'ni qarluqlar, undan boshqa xular qadimgi jamat laqamlari bilan yashab kelgan. Buning ichidagi loplar bu yerda yashagan eng qadimgi jamatlarning biri. Lapchiq qadimiy shahrini bino qilishda kishilar orasida ikki xil ko'z qarash bor ekan. Ham ba'zilar deydi ekan, mushu Lapchiq qadimiy shahrini pichanliq xullar bino qilgan deydi ekan. Ham yana ba'zilar deydi ekan, mushu Xan sulosini Xan Mingda zamonida qo'shin tortib akilib, bu yerda Makkim qurib mushu Lapchiq qadimiy shahrini bino qilgan deb. Ham sizningcha mush xil qarashlarniki tarixiy asos bormi? Balkim bu tarixiy asoslar bo'lishi mumkin. Endi tarixiy manbalarga asoslanganda bu qadimki Lapchiq shahrini Pishapshanliq xula qurgan deydi. Ama bu Pishapshan degan hozirgi Kiroran atrofidagi Lopnin rayonini ko'rsatadi. Tarixiy manbalarda aytilishicha hamda bir qism xalq ichidagi rivoyatlarda deyilishicha shu qadimki Kiroran podshohligini qum bosgandan keyin nurg'un shu Kiroranniki shu Lopnir atrofidagi nurg'un aholilar butunlay bir qismi Xotanga, bir qismi boshqa Tarim vodisidagi nurg'un joylarga chechilib ketgan. Ham bir qismi qadimki shu Kiroranga boradigan Yipak yo'lini bo'ylab shu Qumulniki Lapchiq atrofiga kelgan. Lapchiq atrofiga kelib, Mishiyada bir kichik shahar bino qilgan. Ham yana bunday hisob etganda bu Lapchiq Xan sulolasi davrida, Xan Mingda zamonasida bu G'ollarga qarshi ittifoq izlab, bular shu uysullarni izlab keldi. Jangchen kim shu atrofda shu bizniki Saq qabilasining yashayotganligini ko'rib, ular bilan suhbat o'tkazdi. Oxir ular ittifoq tuzaydi. Mayadagi o'nlarniki Qumulda turishlik hukmronligini qo'g'lab chiqarib, Lapchiq atroflarini egallab, ular bir askar turg'izdi. Askar turg'izib, yangi Uyg'urg'ol shahrini bino qildi. Ya'ni Iverg'olmi deb qo'ydi, yangi Uyg'urg'ol shahrini bino qildi. Balkim tarixiy manbalarda yozilgan yangi Iverg'ol shahri shu Lapchiq bo'lishi mumkin deb qaraydi tarixchilar. Bu qabristonlikning o'rni 5000 kvadrat metr ortiq bo'lib, bu shu davrdagi kishilarning mo'shada muqim o'ltiraqlashib, turmush kechirganligini ko'rsatsa, bu yerdan topilgan nurg'ulg'an madaniyat yodikorliklari bu davrdagi kishilarning turmushini va tarixini aks ettirib, Lapchiqning intayin qadimiy joy ekanligini ko'rsatib berdi. Ma ko'rib turganimiz shu ayni yillardagi xon ordusimi? Xon ordusi, xonlar turgan o'rin, hokimiyat qonun belgilsa, mashada o'tirib belgilab qildigan o'rin bu. Ayni yilları bu yerda o'taganda asosi tarafbozlik urushi kuchlikan. Odam jiqaroq o'tirgan yerlarni davlat deb ataydi ekan.
odam azaraq o'tirgan yurt deb ataydi ekan. Ayni vaqtda bu ham bir davlat atalgan o'rinki, urush, dehqonchilik qilish, mushu ishlarni, mushu ishlar to'g'riliq qonun tuzum tuzadigan o'rindan xalliq o'rni. Təşürüşlərə asaslanganda İli kölünün Tayzang degan joyidan keladigan o'stang suyi aslida Lapchuqning sharqi shimolidagi Bosh Tugman mahallasidan janubga qarab eqib Qordoviga boradi ekan. Keyincha bu o'stangni g'arbga tortib Lapchuqning o'ttirisidan kesib o'tadigan qilgan. Bu o'stang hozirga qadar kishilar orasida Qorliq eriq deb atalib kelmoqda. Bu Qorliq eriq deb atilishda shu burun Qorliqlarning ana qabilasi amma Qashqarda Qorxoniylarni qurgan Qorliqlar qabilasi. O Qorxoniylar xonligini ag'dirayotgandan keyin bu Qorliqlarning ko'pinchisi Mashay ko'chib keldi ekan, qochib. Mashay ko'chib kelgandan keyin bu yerdagi panohlik o'rni va sanglar degandan keyin bularga o'rin berdi ekan. Yurtni sirtidan o'rin berdi ekan. Birisi bular shu yurtni sirtib turib jon baqsin, ikkinchisi ma yurtga dushman yovi kelsa xabar qilsin deydigan mazmunda bu sirtdan o'rnirdi ekan. Ikki bu eriq burunlar tizginmagan. Bu suvchi, Qortilab chiqin suvi ulug' suv bo'ldi, nurg'unda 300 qancha chashma buloqdan hosil bo'lgan suv. Bu yeyilib atrofga mashunaq aqib kelgandan keyin bu suvni nuqtalash uchun eriq chapmoqchi bo'libdi. Eriq chapmoqchi bo'lgandan keyin bu eriqni kim chapadi degandan keyin ikki bu Lapchuqliqlar sirtdan kelganlar chapsin. Biz bular panohlik o'rnagandan keyin sirtdan kelganlar chapsin degandan keyin bu sirtdan kelganlarning ko'pinchisi Qorliq qabilasining bo'lgandan keyin ikki bular Lapchuqning sharq tarafidagi soy tuvidan eriq chapadi. Chapqandan keyin ikki bu eriqni kim chapqa eriq, biz Qorliqlar chapqa eriq. Shunaqa bo'lib ikki bu Qorliq nom eriq qo'yilib. Ikki bu eriq amaldan qilib ma'lum yillar kelganda bu Lapchuqni surayotganlar amzoq saqal, zamzoq saqallarning davrida deydi. Bular Qordovidan o'ylanib, ikki bu eriqni bunaq udullab apasanglar degandan keyin ikki bu eriqni udullab mana bir velig mayada qudi. İki bu nam sumla birli iki Qorliq eriq bo'lib biyay ko'chib kirganimi. 2000 yildan ortiq bo'ron chapqunni beshidan kechirgan qadimiy shahar Lapchuq ayni davrlarda Yipak yo'lining muhim qatnash tuguni bo'lishdan boshqa yana g'arb sharq savdo yo'lining tuguni bo'lgan. Lapchuq qadimki Yipak yo'lidagi eng muhim tugunlarning biri hisoblanadi. Qandaqsi buna deysiz deganda bu tarixda Yipak yo'li 3 cho'ng liniya bo'yicha mangan. Birisi Tangtaqlarning shimolidagi Arturik Barko'lni bo'ylab mangan shimol yaylaq yo'li. Yana birisi o Shingshingshadan chiqib Qumulni markaz qilgan Lapchuqdan o'tgan Yipak yo'li. Buni o'ttir yo'l deb ataydi. Janubiy yo'l Məşə Lapchuq kelgəndə bu yol ikiga bölündü. Birisi məşə Udili hazırki mavu Yettiquduq arqılıq Pichanning chiqdim arqılıq Pichan Turpanga o'tgan yo'l. Bu Udili yo'l deb ataldi. Endi yana birisi g'arbi janubga mengib hozirgi Qortuv arqılıq Qortuvning Askishar arqılıq Udili Kiroranga o'tgan yo'l. Endi bu Yipak yo'lda intayin muhim rol o'ynagan. Nurg'un qadimki Mingsastavdagi ot sodisi. Masalan, Yansastavdagi qinish sodilari hammasi shu Lapchuq Qumul orqali elib berilgan. Lapchuq qadimiy shahri o'zgacha jo'grafiyalik alohidalikka, uzun tarixiy ega qadimiy yurtlarning biri bo'lib, ta bugungacha mukammal saqlangan shahar xarobalaridir. Bu shaharga yiroqdan nazar solsangiz, hashamatlik budda ibodatxonalari, ko'rkam silingan mahkamalar,
uzunga so'zilgan o'stan, muhabbatin mustahkam shahri sepili Lapchuq qadimiy shahrining ayni davrlardagi siyosat, madaniyat ham har xil dillarning shu davrda toza gullanganligini namoyon qilib berdi. Tarixda Lapchuqning eng gullangan davrini ikki davrga bo'lish mumkin. Birisi shu G'arbiy Xan sulolasi davrida Lopnonlik Uyg'urlar kelib qurgan qadimki shahar. Davrda bir gullangan. Ondan keyin Tang sulolasi davrida Tang sulolasi G'arbiy rayon qo'riqchilik mahkamasini qurgan ekan-da, uning qarmog'ida Qumul oblastini qurdi. Oblastniki qarmog'ida Noyi ta'sis qilindi. Shu Noyida, shu Noyi bo'lib ta'sis qilinganda bu Lapchuq shahri eng gullangan davr hisoblandi. Ondan keyingi davrlar kelganda, masalan, deymiz Song sulolasi, Yan sulolasi, Ming sulolasi davrlarida shu kamdagi tarixiy vaziyatning o'zgarishiga asosan ba'zida gullanib, ba'zi xaroblashib, ba'zida gullanib, ba'zida xaroblashib, toki islom dini qo'milg'a kirgandan keyin islom diniki ta'siri bilan Lapchuqdagi nurg'un buddizm madaniyatlari vayron bo'lgandan keyin Lapchuqniki tarixdagi gullanish davri oxirlashgan. Lapchuq qadimiy shahri mo'l madaniyat ham uzoq tarixga ega qadimiy shahri bo'lib, tarixda nurg'un qatim urush qilgan. Bu qadimiy shaharning bino qilinishi haqidagi yuqorqi ko'z qarashlar bizning bundan keyin Lapchuq shahrini texmo cho'nqurlab, tashriq tadqiq qilishimizning zarurligini ko'rsatdi. Qadrli ko'rman do'stlar. Demak, qadimgi Lapchuq shahri tarixda uzun mezgilgacha Yipak yo'lining muhim qatnash tuguni bo'lib kelgan. Bu qadimiy shahar bizning ayni davrdagi tarixni texmo cho'nqur tadqiq qilishimizda intayin muhim rol o'ynaydi. Xo'sh ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.